Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy raisi Xi Jinping bilan o'tkazgan tunji suhbatida Uyg'ur kishilik huquq masalasini alohida tilga oldi hamda adil tijorat va rayon bexatarligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Joe Biden 10 fevral kuni kechda Xitoy raisi Xi Jinping bilan telefonda ko'rishgan edi. Oqsaroyning vaqtdagi bayonotida mundaq deyilgan. Prezident Biden suhbatda Amerika xalqining bexatarligi, gullanishi, sog'lomligi va turmush usulini qo'g'dash, erkin va ochiq endi Tej okean rayonini qo'g'dashdek o'z siyosatidagi muhim nuqtalarni muayyanlashtirdi. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Biden suhbatda Xitoyning Uyg'ur elida yo'l qo'yayotgan siyosatlar haqida andishlarini ifodalagan bo'lib, Oqsaroy bayonotida vaqtga inchik tafsilotlar ustida to'xtalmay turib, tuvandikilarni bildirdi. Prezident Biden Beijingning majburlash xarakteridagi adolatsiz tijorat usuli, Hong Kongdagi bostirish, Xinjiangdagi kishilik huquq dafsanchiligi, Tayvan va shundaqla rayondagi zo'migarlik pozitsiyasi haqidagi kuchlik andisini ta'kidladi. Bu Amerika prezidenti Joe Biden vazifaga o'ltirgandan buyon tunji qitim Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan suhbatlashishi bo'lib, uning tunji suhbatida ikki davlat orasidagi yadrolik farqlarga vakillik qildigan kishilik huquq, savdo va xalqaro bexatarlik masalalarini o'tirib qo'yishi diqqat qo'zg'aydi ekan. Wall Street Journal'ning xabaridan qaraganda, prezident Joe Biden chorshanba kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishishdan burun Yevropa va Osiyodagi bir turkum ittifoqdoshlari bilan suhbatlashgan bo'lib, bu uning Xitoyga yolg'iz taqobil turish emas, har qaysi demokratik shirik davlatlarning liderlari sifatida Xitoyga o'rtaq taqobil turishni ko'zlayotganligidan derak berdi ekan.